Zo'r lokatsiyada remontli, mebel texnikali uy so'rayotganmidingiz? G'ishli stroyeniyada mana sizga topib qo'ydim. Yunusobod 4-kvartal, yo'l yuzidan 2-dom. Shohsaroy to'yxonaning orqasida. Lokatsiyasi zo'r. Paxtimiz amerikanskiy posostda. Hamma komplekslarimiz atrofimizda bor. Maktab deysizmi, bog'cha deysizmi, problem yo'q. Parkovkalarda ham muammosi yo'q. Shu uyimiz 3-etajda joylashgan 4-etajli binomiz. Remont holatini ko'rib o'zingizlar baholaysizlar. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Keling birgalikda uyni ko'ramiz. Narxini oxirida aytib o'taman. Narxi juda ham zo'r narxga joylashtirib qo'yamiz mana shu uyimizni. Xo'p, qarang. Podyezdan kirishimiz obyekt to'rtburchak prixoshkamiz. Prixoj mebellarimiz mavjud. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, chap tarafimizda bizda birinchi detkimiz bo'ladi. Shu videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan. Ikkinchi xonamiz esa bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz juda ham anchagina kattaroq bo'ladi. Keling, davom ettiradigan bo'lsak, biz zalga kiramiz. Mana zalimiz ham 3.5 ga 520. Endi to'rdagi oynani mebel bilan polностью обшивка qilib qo'yibdilar. Televizor ichkariga kiradigan qilib. Keling, bu yog'imizda esa hamon tualetimiz birlashgan holatda qilinibdi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxona o'tirib ovqatlanadigan, ovqat tayyorlaydigan zonamizda kir mashina o'rnatilgan, xolodilniklarimiz bor. Balkonimiz esa 2 ga 6. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Uy egalari 78.500 $larda so'rashyapti, kelishadigan joylari bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali shu uyga siz xarid qila olasiz. Telefon raqamlarini aloqaga chiqing.